Sizlar eng ko'p so'ragan global muammoni bugunoq hal qilamiz. Qora tochkalardan qutulishning eng mashhur usullarini ko'rib chiqamiz. Ishlaydimi yoki yo'q? Birinchi usul – chayni soda. Sodani qora tochkalarga surtish eng keng tarqalgan usullardan, ammo bu terning pH balansini buzadi, quritadi va yallig'lanishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bu usulni tavsiya etmayman. Ikkinchi usul – ultrazvuk apparati orqali tozalash. Ultrazvuk tozalash kosmetologik muolaja hisoblanadi. Yog'li va aralash teri uchun foydalidir, lekin har doim ham samarali emas. Teri sezgir bo'lsa, qizarish va shikastlanish ehtimoli bor. Shuning uchun ham individual yondashuv zarur. Demak, tavsiya etmayman. Uchinchi usul – enzimli pudra. U yumshoq tozalovchi vosita bo'lib, terini iflosliklar, yog' va teri ajralmalaridan, o'lik hujayralardan tozalaydi. Fermentlar terini tozalaydi, hujayra yangilanishini tezlashtiradi va teri ohangini oshiradi. Qora nuqtalar va komedorlarga qarshi kurashadi. Sezgir va barcha turdagi terilar uchun tavsiya etiladi. 16 yoshdan boshlab foydalanish mumkin. Tarkibi esa papaya va makkajo'xori ekstraktidan iborat. Demak, ko'rinib turibdiki, qora tochkalar uchun eng samarali